Assalomu alaykum o'rtoqlar. Tomon Optim jamoasi sizlarni o'ylagan holda Kitmax firmasiga tegishli motokultivatorni aksiya holatga tushirib qo'ygan. Ushbu ko'rib turgan motokultivatorlar 177 ta ot kuchiga ega bo'lib, ballonlarga keladigan bo'lsak, ballonlari katta Cherokee ballon bo'ladi. 6,5 ga 10 bo'ladi. Base camera holat bo'ladi. Bu texnikamiz avtomat bo'ladi. Oldi bir 2 skor bo'ladi. Hamda orqasi zadniy bilan jihozlangan bo'ladi. Boklariga keladigan bo'lsak, boklari 3 litrdan bo'ladi. 1 litrga 750 gram rasvod qiladi. Hop, moydachiga o'zini отдельный jihozlangan bo'ladi. Ichki tomonda bo'ladi. Moy suyulib ketsa hamda ozayib ketsa avtomatik o'chib qoladi. Ko'pchilik klientlarimiz shu tarama ozgina biz bilan savol javob qiladi. Iloji boricha moydachiga ishonmaysizlar, chunki bari texnika. Har 20 litr benzinni yoqqanda avtoulni almashtirsanglar qulayroq bo'ladi. Ushbu texnikamizni o'zini 4 qatordan 8 qator frezasi hamda temir baloni hamda omochi hamda dori apparatlari bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan 4 xil nasatkasi ichida Kitmax firmasiga tegishli original motokultivatorni ataga 3,650,000 so'mga qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Bemalol kelishilgan holda bo'ladi. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Dovon Optim jamoasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasam pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xohlaganlarga izbor holatda beramiz, xohlaganlar terilgan holatda qilib bera olamiz. Hop, skalatimizni dastlabki jarayonlar xudo xolasa yetib ketyapti. Kimga qanaqa holda kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.